Bugun men jihozlarni bizning qishlog'imizga tornado kelyapti ekan bolalar. Buni tezroq qishloqlarga aytish kerak. Bunga ko'rib olishimiz kerak bolalar. Qo'ng'iroqchani chalishimiz kerak. Voy qishloqlar qana. Ularni yoniga borib aytib kelish kerak endi. Ular kelmayaptilar. Voy qishloqi. Menga kelib ketdimi? Voy qishloqi. Bolalar ketishga o'xshaydi, mayli uxlab. Bolalar to'yotganida endi ularga xabar beramiz. Kanalda havolaylikchi mendan. Bolalar mana uxlab olyapmiz. Mana to'y ham o'tib qoldi. Qishloqlar yoniga borishimiz kerak. Voy qishloqi, bizni qishloqqa tornado kelyapti ekan. Voy qayoqqa ketyapsan? Voy qishloqi. Bolalar. Qishloqlar to'xtab gapimni ham eshitmayapti bolalar. Yana bir marotaba urinib ko'ramiz bolalar. Voy qishloqi, bizni qishlog'imizga tornado kelyapti ekan. Tezroq bunker qurishimiz kerak. Voy nimalar deyapsan? Bizni qishloqqa tornado kelmaydi hali. Nimalar deyapsan? Axir kelyapti-ku tornado. Nariga qishloqdagilar aytishdi. Sen eshitmadingmi hali? Yo'q, tornado kelmaydi bizning qishlog'imizga. Bundan keyin ham kelmaydi. Bor ketsangchi. Mayli. Bolalar o'zimiz bunker qurishimizga to'g'ri keladi. Bolalar, bu qishloqlar ham eshitmayapti-da. Bolalar, unda o'zimiz bunker qurib olamiz. Mana bolalar xarita ham bor menda. Mana bu yerdagi bizning qishlog'imiz bu yoq chetdagi. Mana bolalar shu yoq taraflarda tornado uyi bugun bo'lyapti ekan. Ertaga bizning qishloqqa yetib keladi ekan bolalar. Shuning uchun tezroq ishlashimiz kerak. Qani unda tezroq ishlaymiz bolalar. Mana shu yerdan boshlasak bo'larmikan bolalar? Men kreativdaman. Mayli shu bo'ladi. Qani ketdik unda. Qancha chuqurlikda qilsak bo'ladi? Mashcha bo'lar axir bolalar. Tez qurib olaylik. Mana bolalar
tegini ham belgilab chiqdik. Endi bedroq bilan o'rab chiqish kerak. Nimaga mana bu yerni qilmading desangizlar, buyurdim katta bo'lib ketmoqchi edi. Shunga shu yerdan to'xtatib qo'ydim. Endi mana shularni bedroq bilan o'rab chiqish kerak bo'ldi. Tamomda go bo'ldi. Bedroq olamiz. Mana bedroq. Kanunda go bo'ldi. Mana do'stlar, klub ham bitirdik. Endi bizga fakir, narvon kerak bo'ladi. Mana burada fakir, bizga narvon keyin bundan kerak bo'ladi. Temiridan olaveraylik. Bo'ldi. Fakir qilib chiqamiz. Narvonni qo'yamiz. Bolalar nima bo'lyapti? Oldu. Endi bundan yo'q, bu yoqqa emas. Mana bundan qo'yamiz. Endi bunga richak kerak bo'ladi. Richak bu yoqlarda edi. Mana bo'ldi. Buni qayerdan qo'ysak ishlaydimi? Lekin bu richak bo'lmaydi. Shuning uchun buning uchun pastdan ham qo'yish kerak-da, uning uchun. Shuning uchun mana buni pastdan qo'yamiz. Ishlaydimi ekan? Ha, ishlar ekan bo'ldi. Endi buyruq ham ishlash uchun buylarga bedroq qo'yib yuboramiz. Bedroqni olamiz endi. Asrabda edi bu. Getiramiz. Bedroq qo'yamiz. Mana bo'ldi. Ishlaydimi? İşlemedi bu. Bu yerden koysak. Ana çıkıp göremiz şimdi. Uy böyle. Uy çıkmayaptı bu böyle. Mayli çıkış. Keyinroq chiqib ko'ramiz. Endi narvon qo'yib yuborsak bo'lmaydimi shu yerga bolalar? Narvon qo'yib yuboramiz shu yerga bolalar. Mana bunga.
Echakni o'rniga narvon qo'yib yuboraman. Bo'ladi. Mana echakni mana shu yerga qo'yamiz bolalar. Qishloqlar hali ham bunker qurishmadilar. Hech bo'lmasa o'tgan ishlar. Bola nimaga ishlamayapti bu? Mana. O'rniga bedroq qo'yib yuboramiz. Va bu yerga qo'yamiz va ishladi. Mana bola qo'y ishla. Mana bola, mana chiqib oldik. Bola. Shamollab qo'yman. Qani. Voy, yaxshi. Endi yotoq olib olamiz. Tezroq bo'lar, tanlovda yaqinlashyapti. Faqatgina yotoq kerak bizga. Endi tun tushgandan keyin qo'paman. Fanonda yotdik bolalar. Voy do'stlar, nimalar bo'lyapti? Voy, nimalar? Do'stlar, nimalar bo'lyapti? Minecraft'im qotib qoldi bolalar. Bolalar, nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti bolalar? Bolalar, nimagadir juda ham Minecraft'im qotyapti bolalar. Bolalar, nimalar? Voy do'stlar. Nimalar bo'lib ketibdi bolalar? Men qishloqlarga aytgandim-a. Do'stlar, qishloqlarning ahvoli nima bo'lib turadi? Bunker quraylik degandim. Ular rozi bo'lishmadi bolalar. Mana bolalar. Qishloqlarga achinib ketyapman bolalar. Tanlovda shunchalik qilib yuboribdi-da bolalar. Suvlarni ham yutib yuboribdi tanlovda. Ular Minecraft'im juda ham qotyapti. Shuning uchun sizlar bilan shu yerda xayrlashaman. Sizlar bilan bugun Johar Kamir bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa videoga like va obuna tugmasini bosib qo'yamiz bolalar. Xayr bolalar.